Iordaniya, Hoshimiylar qirolligi, Yaqin Sharqda Osiyoning g'arbiy qismida joylashgan davlat. Poytaxti esa Amman shahri. Hozirgi kunda bu davlatda aholi soni 11 millionni tashkil qiladi. Rasmiy davlat tili esa arab tili. Iordaniyaliklar juda ham samimiy, hazilkash, mehmondo'st xalq. Islom tarixida birinchi marta musulmonlar Arab jazirasidan tashqarida 3000 sahoba, G'asson va Rum askarlaridan tashkil topgan 200 minglik qo'shinga qarshi jang qilishgan. Ha, bu albatta Muta jangi. Iordaniyaning Muta qishlog'ida bo'lib o'tgan. Qur'onda Kahf surasida zikr qilingan g'or egalari zolim podshohning zulmidan qochib, iymonlarini saqlashligi uchun g'orga yashirinishadi. Alloh taolo ularni g'or ichida 300 yil uxlatib qo'yadi. Aynan mana shu g'or ham Iordaniya shahrida. 1400 yildan beri yashab kelayotgan daraxt. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 12 yoshlarida amakilari Abu Talib bilan birga tijorat karvonida Madinadan Shomga safarga chiqadi. Safar vaqtida aynan mana shu daraxt ostida to'xtab dam olganlar. Bu daraxt ham Iordaniya shahrida. Salibchilarni 12 qo'shinini mag'lub qilgan, Qudusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiy jangchilari turgan qal'a ham mana shu davlatda, Ajlon qishlog'ida joylashgan. Payg'ambar Lut alayhisalomning qavmi yashagan qishloq. Farishtalar bu buzuq qavmni Alloh taologa qilgan gunohlari sababidan yashab turgan qishloqlarini osmonga boricha ko'tarib, teskarunchasi qilib yerga urib halok qilishdi. Hozirgi kunda bu joy O'lik dengiz deb ataladi. Bu dengiz ham aynan mana shu davlatda. Tarixda bu joylarda ko'plagan payg'ambarlar yashagan, 20 mingdan oshiq sahoba dafn etilgan. Dunyodagi 7 mo'jizadan biri bo'lgan Petra shahri va Yer sayyorasida Mars deb atalmish Vodiyun cho'llari ham mavjud. Katta ekranlarda taqdim etilgan ko'plab xorijiy filmlar aynan mana shu joyda suratga olingan.